Assalomu alaykum hurmatli radio dinləyicilər. Şvesiya Anton Blandin torunun xəbərində göstərilishicha, Şvesiya istixbarat idorasi 17 mart kuni istixbarat idorasining yig'in zalida axborot yig'ini chaqirib, 2015 yillik davlat istixborotiga doir xizmatlarini xulosalash dokladini e'lon qildi. Dokladda Şvesiya istixbarat idorasi boshlig'i Andres o'tgan bir yilda az deganda 10 ga yaqin diplomatni Rossiyaga qaytarganligini bildirdi. Till Säkerhetspolisen. Idag presenterar vi Säkerhetspolisens... Bu casuslarning maqsadi Şvesiya ichida siyosiy partiyalarning birligini buzish, siyosiy jihatdan monopol qilish, demokratik holda qaror chiqarishiga ta'sir ko'rsatish qatorliq faoliyatlarda bo'lgan. Şvesiya hukumati bu casuslik harakatini Rossiyaning Şvesiyaga qilayotgan psixik urushi deb ko'rsatdi. Casuslarning yana Rossiya elchixonasida xizmat qilayotgan xizmatchilar va Şvesiyadagi cho'ng shirkatlarda har kasbiy xizmatlar bilan niqoblanib faoliyat qilayotganligini ilgari surdi. Rossiya hukumatining Şvesiya axborot taratqullariga ta'sir ko'rsatib, bir taraflamalik taratqulligi va Şvesiya havo tavalligiga Rossiya urush aeroplanlarining bosib kirishi, Şvesiyaning askariy bazarlarini razvedka qilish qatorliq harakatlari Şvesiyani andishiga solmoqda. Dokladda yana Şvesiyaga keladigan xavfning Rossiyadan boshqa Xitoy va Erondan keladiganligini eskartdi. Şvesiya istixborot idorasi har yillik xizmat dokladida Şvesiyada josuslik faoliyat bilan shug'ullanayotgan Rossiyadan boshqa davlatlar qatorida Xitoyning izchil tizimlik ichida e'lon qilib kelmoqda. Xitoy doiralarining Şvesiyada fan texnikaga doir uchur josusligidan 2014-yili 3-sentabrda Şvesiyadagi eng dongli Podsho oliy texnika Nistok TH qarashli tadqiqot markazi bilan texnik jihatda hamkorlashish bahonasi bilan yiqilishib, Şvesiyaning JAS nomli urush aeroplaniga ishlatadigan kompyuter programmasini setib olmoqchi bo'lgan so'z oshkorlanib, Şvesiyada qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Xitoy doiralarining josuslik harakati Şvesiyada faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlariga qartilganligi Şvesiya istixborot idorasi tomonidan 2014-2015 yillik istixborot dokladida ta'kidlangan edi. Biz Şvesiya istixborot idorasining oshkorlagan Xitoyning josuslik harakatiga qarata ko'z qarashini olish uchun Şvesiyada faoliyat qilayotgan tashkilotlardan Uyg'ur ma'rif uyushmasining raisi Abdulla Ahadni ziyorat qildik. Abdulla Ahad Şvesiya istixborot idorasi tomonidan oshkorlangan Xitoyning josuslik harakatiga qarata o'zining ko'z qarashini bayon qilib, mundaq dedi. Şvesiya hukumatining tadbiri kuchlik Uyg'ur tashkilotlarining bu haqda biz shu Şvesiya bexatarlik idorasininki yo'l yo'riqi ko'rsatmishlar bo'yicha josuslar qanday taqobil turish jihatda tashkilot a'zolarini qarorlik tarbiyalab turamiz. Shuning bilan birga hukumat bizga ba'zi diqqat qilishga tegishli nuqtalarda ogohlantirish ta'limot berib turadi. Biz shu bo'yicha ish olib boryapmiz. Abdulla Ahad yana Şvesiyadagi vatandoshlik chiqqan Uyg'urlarning Boburga o'xshash Xitoy josuslarining chiqib kelishining oldini olayotganligini eskartib o'tdi. Siyosiy panohlik tilab, undan keyin yana Şvesiya tuprog'ida Xitoy shirkatlarida bemalol ishlayotgan Xitoyga qarorlik berib kelib turgan va yana mundaqcha aytganda Xitoyga josuslik qilish ehtimoli yuqori bo'lgan har qanday obyektlarni bizning ko'zlayotimiz. Şvesiya hukumati bunga qattiq ta'qib qilyapti. Abdulla so'zida Şvesiyada yashayotgan Uyg'urlar Xitoy doiralarining vositalik tahdidga uchrayotgan bo'lsa, uni tashkilot mas'ullariga vaqtida pash qilib, o'zining huquqini qonuniy qo'g'dishiga, tashkilotlarning yaqindan yordamda bo'lganligini bildirdi. Şvesiyadagi siyosiy aktivlardan Batur afandim ziyoratimizni qabul qilib, Şvesiya istixborot idorasining Xitoyning josuslik faoliyatlariga izchil turda diqqat qilib turayotganligini eskartdi. Sharq Turkiston tashkilotlarining ichki xizmatlarini bular to'g'riliq texnik kenglik ko'lamida ma'lumotga erishish uchun belgili turda Uyg'urlarning Sharq Turkiston xalqininki qiyofati kirib olgan bundoq kelin tush aramizga kirgan qo'y terisiga o'rangan bo'rilarning oldini qandoq elish va bu bo'rilar bayqalgan chog'da bularning qandoq jazosini berish, Şvesiyadagi har qaysi istixborot organlari va hukumat qaysi bexatarlik organlari buning qarta izchil turda mudofaa xizmatlarini va buning hal qiluvchi choralarini izchil turda qilib kelyapti. Bu so'zda yana Şvesiyadagi Uyg'urlarning Şvesiya vatandoshligiga o'tgandan keyin normal tuqqan yo'qlash berish jarayonida Xitoy doiralarining to'siqiga dasab qilib, o'zining keyingi hayotida vijdon azobi tortib qolmasligini bildirdi. Albatta bu yerda Şvesiyada vatandoshlik bo'lgandan keyin ana vatanni Sharq Turkistonni ziyorat qilib qoldirni yo'qlashga shunaqa bir
fursatlarga erishdi. Albatta berib kelayotgan qarindoshlarimiz bor. Ammo bular borgandan keyin albatta Xitoy istixborot tashkilotlari tomonidan savol-so'roqqa o'zlari bilan hamkorlik qilishga, shunday iqtisodiy jihatdan ta'minlaydigan yuqori manfaatlarga vatanga berishni osonlashtirib berish degandek xil ta'minotlar bilan ta'minlashni va'da qiladi. Endi xalqimizga tushadigan bir vazifa bo'lsa, bu işbirliğinin içine kirmeslik, bizlerden ümit kütüp duruyotgan halkımızga bo'lgan bir hainlik. Bu programmani sizlar uchun Shvetsiyadan İhsan tayyorladi.